Birer yapamıdı. Bugün qanday desam bo'lar? Nimaga post tayyor? Hadaqa. Xislat acham yaqin to'y qildiga o'xshaydi. Nima? Hadammi? Ha, yeni kelmiş bir ay ichida. Oh. Ben bilen to'y qilg'ingiz yo'qmi? Bir ay ichida? Shundoq. Bir ay ichida. Bo'lsa tezroq to'yni qilib etsak. Qancha tez bo'lsa shuncha yaxshi. To'yni tezroq qilib bitaylik. Nima? Sen neymiş ki dükkanı icarık berip etsa? Şu dükkanı icarık berip etip aramalay deymi afkam. Dükkanın icarı pulu bilen mi jambak kılıp bula? Oğu şu. Ayşem sana şundak dedim haka. Kızlık yap kıldı kensin. Ne ki yok yapma deyipsen. Ma bilimnin ahvali iş kılıdığın yar bäme otu dufkam. Şuna aşında oylaştım. Oldu. Lekin bu icarık berdiğini ballarım bilemdi. Alıdığı adamlar kes haman ufkudu o. Sen ensirep ketme ha? Oldu. Makul hepsi. Akamçı, dükkanı icarık berip etkidik. Nima? Dadamma? Ha? Tag'am nemish qilib bunday qildi? Bir kun so'qmoq yesimsiz chidamaydigan odam nimda bunday qilganda opa? Men mi uqmudim? Tuyuqsiz meni chaqirib shundoq deydi. Xislat, sen neymişligini bilemsen? Yo'q. Balkim yeribmi qolgandi. Bo'pti, o'zining mayli qo'yitaylik. Ammo ish qilmadim. Opa, Ha? bu xislatga nima bo'lgandi? Kayfiyat pek nacharg'u. Balkim nima qilishini bilmay tengqab qolayotgandir. Nima? Nimek tengirqab qoldi? Ukam, siz bir ishni bildigan o'xshamamsiz. Ha, men desam bularmış, demesam bularmı bunu? Vay bala. Tilinizni chaynamay bir dana. Nimişti? Shundaymi, danga? Acam o yaqini to'y qildik. Rostmi? Xislat acham to'y qilamdik-a? Ay, bu mumkin emas. Xato anglab qapsizlar. To'y qisman bilmabdim. Hada, mençe öz kulağımla anladım, öz gözümle gördüm. Acamcı Polat direktör to'y taklif qo'ydi. Nima? Xislat Polat direktoriga to'y taklifi qo'ydimi yoki Polat direktorining to'y taklifiga erishdimi? Aniqroq danga? Acam to'y taklifi qo'ydi. Oy bu oy masaçılık Xislat rastı şundak kıldı mı? Oy ne at ne numus. Oy. Dadam dükkanı satamdık ya. Ha, ammam bilan shunda deyishganda qildi. Men sizga dedim-ku, tag'am yiqqanda sal charchab qoldi edi. Şundak olsa bu dadam tuyuqsuz da dükkanı satmakçı olup kaptı. Bu yakını yok dadam bekle qalay top qaldı. Shunga men sizga dedim-ku, tez qaror qiling. Tag'amning dukkanini ichib, kasbiga varislik qiling. Açamçı. Açam bu işe bir narsa demedi mi? Xislat acham sizdan bakroq jiddiylashyapti. Nimaga? To'y qilishga kelishga o'xshaydi. Voh! Açam to'y qilamdik ya? O'tirib.
Polat direktor yaxshimi? Yaxshi. Bugun Faiz Jamolov tushib keldi. Sizni bu ishxonaga kapni qo'ymaydingiz. Siz bilan ko'rishmag'imi? Uzun bo'lib ketibdi. Ha. Siz bilan ko'rishgach, bir ishni so'rab boqay deb kelishim. Shu. Men demadimmi? Ishimizni kamaytingizmi deyman, ha? Ya, undan emas. Ha. Nima ish? Xislatni tadsin kesili eg'irmi? Buningga mening javob berganimdan xislatdan javob berganim biroz yaxshi ekan. U menga to'yni bir oy ichida qilib deydi. Bundaq deyishi tadisi uchunmi? Polat, bu savolingizga men javob bergandan yana xislatdan javob bergan biroz yaxshiroq. Siz mening o'rnim bo'lsangiz qanday qildingiz? Mening maydonimda turib javob berib boqing. Ikkilanmaydi ma'qulat. Bir ish tugasa bir ish. Oy, dada. Bir ish bo'lmaganda, nima zangga qilib ketdi? Ya neymiş buldu? Özelçe. Kızım, to'ng'ansiz. Yo'q, to'lmadim. To'xtab tur, ha? Nima bu? Sho'rpa? Ha? Oy. Pek yarashdi. Ha, shundaqmi? Pek yaxshi bu. Rahmat qizim. Dada. Do'konni ijara beradigan bo'psan, ha? Hammangiz deb bo'pti-da. Lekin-chu, pek yaxshi o'ylabsan. Necha vaqtni yoq so'qmoq yasayman deb pek yil jabr etdim. Qachon sinchi qilib qolarkin deb sendan ansirabli yurdim, dada. Shundaqmi? Ha? Pek yaxshi bo'pti. Mush fursatda yaxshi aramag'in. O'zingning nima ish qilgan kes shuni qilgin, dada. Pulning g'amini qilma, biz bajmu. Uning ustiga men ko'plab vaqtimni chiqarib sana amraman. Rasman. Bas. Hey bolam, bir ish bo'lmag'andi-ku? Yo'q, nima shu moqchi? Pek to'nglab ketdim, dada, men kirgashtiray. Ha. Ammo qundan hozir chiqma. Oy. Bu bola tuyuqsiz ömürde deb bakmagan gaplarni deb ketdi. Bir ishni bayqab qolmagandi, ha. Ha balam. Qaytib keldingmi? Acha, keldingizmi? Oy, nima bo'ldi sizlar bugun? Alohida bir xil qarshilish bu. Ha, bu pul so'rash ishlari yo'qdi, Parizat. Senize nima pul so'raydigan ish bo'ladi? Talabek so'qdi va to'lg'an safkam. Lekin emas, ozroq. Ha, ishlarimni tugitib oldingmi, balam? Nima yaxshi ish bo'ldi? Oy, nima deysizlar? Acha, bugun talabek so'q to'nglab ketgansiz, ha? Ozroq emas, ozroq. Nima bo'ldi? Isma? Bekli g'alati bugun. Oy, ya. Oy, kayfiyati toz yaxshi emas-ku. Shundaymi? Bir qismi turdi. Qulda uzukmi yo'q ammo. Oy, ha, aka. Xislat uyga kirib ketdimi? Ha, o'ysiz kirib ketdi. Lekin baq aka, hech qanday imkos yo'q. Parvar.
bolam bu tünügün xislat to'y taklif qo'ydi deyavatotdinglar. Bugun bu nima gap bo'ldi endi? Shu emasmi? Po'lat direktor chikilib qoldimi ya? Yo'q, menimcha ishkilanmaydi. Shuncha vaqtdan beri xislatning keyin tushsa u. Amisi rad qilinganmi deya? Ha? Yoki direktor dodisi qo'shilmagan bo'lsa? Yo'q. Xislatning keyin shapashlab yurib, mening dimin nurg'un ahonat anglagan go'y birdamda. Unda bo'lmaydi. Bu nemishqa oqsoqollik qilib oldida ig'iz qizib olib turib deyma. Bu jinning mo'za. Boshroq aka Bu zamonning bolalar nima bo'lib ketyapti? Tog'a, bu iniq emas ish. Neyvada? Doktorga berip geldim. Dam olish kunida ishladingmi? Şu bir bemorning ahvolini ko'rib keldim. Hadi. Ansam sen Polat direktor bilan to'y qilgan bo'lsa? Nima? Kim shunda deydi? Oy. Yaxshi. Ha? Voy. Ha? Ishqilavotdinglar? Kimdan oldi? Yo'q. Acha. Ansam oxiri to'y qilgan bo'lsa, ha? Nima? Kimdan oldi? Voy, yengam Ranoga debdikan ku. Berna? Ha? Acha? Aka acham bu. İştattыңma? Ha? Berna. Bu sizning nima qilganingiz? Acham, nima ish bo'ldi? Iniq bo'lmagan ishni nim deb uydagilarga deysiz? Men nada to'y taklif qo'ydim. Ha? Shu tunugun. Bugun? Anlamadingiz? Isbotingiz bormi? Ha? Acham, men rost shunda angladim. To'l bir jo'lmaga. Anladim da otqinni. Acham, men rost anglagan tursam. Hey, bo'ldi bolam. Qanday gap bo'lsa uydagilar bilan maslahatlashib qilmamsiz. Shu. Ay bolam, hamma ishni ba maslahat qilamizmi? Dada, unda ish yo'q. Men to'y taklif qo'ymadim. Berna, siz to'l qalayimqa gap qilmagan uydagilarning oldida. Ha, bo'ldi. Kechiring, acha, as uydagilar dimsan bo'pti-ku. Berna, nimanda? Acha. Doda, men rost shunda anglagan tursam. Bo'ldi qilmasizmi? Bo'ldi bolam, bo'ldi. Siz ishlayver. Bu yoqqa qaytib chiqma. Nima shu ketdi aka? Hech uqmadim uka. Berna boshda degandilar ishonmaganman. Hey. Rost chiqlatamsa? Sen rostdan to'y qilayli yaxshimamsa? Nima? Amsa Polat direktor nim dedi? Qanday oldi deb bera? Ben tuyuqsiz bo'lib qoldi. Men o'lish baqay deydi. O'ylish baqay? Shuni lekin aloqa qilishmi baxmidu? Ne xizmat qilasini imikatdan kirgizibdi. Direktor. Ishxona bir kirgan bo'lsangiz, maslahat qilgan gap bor. Ben sizga bir vazifa topshirsam deyman. El topshiring. Bana bir restoran fuqish biram.
Vaqt siz xohlagan vaqt bo'lsa bo'ldi. Nima restoran? To'y qilgan restoran. Nima to'y? To'y degan to'y shu xislat. Kimning to'yi? Ikkimizning to'yi. Kechiring. To'y qilish uchun mendim tayyorlik bo'lmasa bo'lmaydi-da. Shun bir necha kun yo'qolib ketdim. Men ko'p o'ylandim xislat. Mening hayotimda siz bo'lmasangiz bo'lmaydi-ku. Men yotliq bo'ling. Parizat. Bu mağcu to'y taklif qo'ydi. Nima? U sen to'y taklif qo'ydimi? Hay, öpkisi yo'q. Sen bir necha kun og'zingni yumib chidab turgan bo'lsang, Po'lat o'zi to'y taklif qo'ydi ekan emasmi? U chaqda sen ish verib, o'ylanib baqay, Po'lat deytding emasmi? Nima shunda deyman? O'ylab baqsam, bu men eng maskilga. Bak qiziqish bo'ldigan bo'ldi-da, endi. Bak qiziqish bo'ldigan bo'ldi. Nim bo'ladi? Sen endi direktorning xotini, liderning kelini bo'lib yashaydigan bo'lding-da. Demaydigan gaping yo'q asini, ha? Voy bo'ldi. Xo'sh. Aka, nemish qislatning to'yiga qo'shilmaysan? Bu nim degani? Hay, uning bu to'y qilish qizg'inligi so'q suv sepib. Shu emasmi tog'a? Ha, Tog'a, nimda pamdi? Sen-chu asli qarshtirmsan bo'ladi. Ha. O degan mening qizim. Sizlar bunga aralashmanglar. Men qo'shilmay to'yni qilmoqson qani. Tog'a, xislatning yeshimi bir yagiga berib qoldi. shu emasmi aka? Xislat aram bir to'y qilay deganda xo'shib to'yni qilsak yaxshi bo'ladi. Tog'a, sen ilgari xislatni to'y qil deb ko'zga kirishib olading. Endi qo'shilmagining nimasi? Nim deb o'zgarib qolding, tog'a. Qo'shilaman deb xohlagan birisiga beribetsam bo'lmaydi-da. Yaniki Po'latqa. Hey, aka. Bo'ldi fikam. O, mening qizim. Men qanday qilgim kelsa shunday qilay. Apa bu tog'amga nim bo'lgandamdi? Nim bo'ladi? Qizig'i chirimayotdi shu. Ha, shu. Vay. Nima? Dadingiz shunday debdimi? Hammam bu dadangning sana chidamay qilganlari, sizlar to'yning tayyorligini qilaveringlar deydi. Ha? Nima xat? Dadingizning shunday teginligi bo'lsa-mu, olmasam sizni. Ha. Odamchi, Hujursiz-da. Modur kelsan bu. Ha? Ha.
men kirdimə? Pulsiz işingizni qilavering. Dada, men kirdimə? Jasur? Nima ish qilyapsan? Shu Berna yolg'iz o'tirib qolibdi ekan. Birdan o'tirishmadim. Kirib ketdi be. Berna. Jasur samsaq aqildimi? Samsaq burab ketdi-ku. Yo'q ada. Jasur somsa qaqlaydigan odamma. O'g'o shu. O'tirishpadi meni yolg'izlar. U samsaq aqlaydigan odam emas. Tombek muzdek dada. Yastık qo'yib. Davam etjima. Dada. Sen zat nima bo'ldi? Mening to'y qilishimni shunda orzu qilatding. Eng cho'ng g'imimni shu deydim. Endi to'y qilay desam, nima qo'shilmaysa? Shu azroq ansirab qoldim bolam. Nimadan ansiraysan? Bu pullarni siz zodi qanchalik tushunasiz? Qandali qarsam bir yerlari bir qismilig'i bu bolaning. Dada, xotirjam bo'la. Mening oqqarni parg'at kuchiligim bor. Uning ustiga o'zimning to'y qilish kerakligini oxir tushunib yetdim. Shu tuyuqsizlar to'y qilish kerakligini o'ylab qopsiz. Men to'y qiling desam parvoyingizga kelmay yuradigan bola tuyuqsiz o'zgarib qolgandikin. Voy dada. Ajab bir kirishib qoldim. Ish qilib bir yerlar g'alati-g'o bolam. G'alati emas-ku, shundan normal-g'u. Ya lider sizdan bir narsani o'tindimi ya? Ha? Mena demoqchi bo'lganim, bu lider sizga bak amroq emasmi? Ha. Sizmi liderni degan yerdan chiqib yaxshi ishlab beryapsiz. Siz ham chiroyli, ham aqlli bo'lgandikin, bu lider bu ishni bir qo'lliq o'rinlashtirib oldi bilan sizni o'g'ilni yeniq o'rinlashtirdi. Anin keyindan u o'zining bu qalaymaqan bolasini keyingi ishlardan xotirjam. Dada, kino ko'rmaydigansan? Hey bolam, bu turmush ishi muhim ish. Buning astoydil bo'lsak bo'lamdi. Dada, men astoydil o'yinib mush qarorni chiqardim. Boshqa hech qanday sabab yo'q-a? Sabab yo'q. Rasma. Rost? Voy jon dada. Burun to'y qilmayman desam, kutulaysan. Endi to'y qilay desam, yetilaysan. Rasmu, yolg'onmu deb. Bo'ldi. Unda o'schu, men to'y qilmay, bir umr mushundaq bo'ytaqlitay. Qanday? Ashtaq bo'lsin, ha? Oy, men undaq. Bo'ldi. Shunda deyishdim. Bo'ldi. Men to'y qilmayman. Tağam zodi nima o'ylayotgandi-a? Endi Xislat ojaning to'y ishini cho'qim astoydilroq o'ylash kerak-da. Voy bolam. Astoydil o'ylashqidek nimasi bor? Dadisi olsa lider ekan. Bolasi olsa shirkatning direktori ekan. Onun ustiga shunda qamlashgan yigit tursa, bizning Xislatga toza maska kerak. Hey, meningki o'g'lim ashunda qamlashgan bo'lsa, mush beshimga toj qilib qistiratdim-chi-mu? Hayat tutken bergeynu Gözüm tolgan bilen yaşa Gözüm tolgan bilen yaşa
ketkenler işin urgan bilen taşka işin urgan bilen Sağım şunda köyünü diken bu bala. Vaqti to'yini qilsangmi bu? Açığın yanmakta ha. Yaqay aka. Hazır çıkıp oturtunuz mu? Tam hakkında gel. Ben ölüp kessem mi sen bu öydün bir kadem ayrılmaysın. Voycan bu ne dada? Öyle bir anlaşmayı ne bulmuşlar? Oturun ha. Bulmasa naştınızda kıtla. Of dada kuskum aşmıdı. Limanda kışımı sıksa. Vay dada. Limanda edepsizlik kılırsın. Sıkıldım lan. Vay aca. hayat başka yaşaş başka nime demeydi her Bana bekler Pardon. Kabak yedin mi? İşten düştün mü? Kurdun mu degenden başka neymiş bir elden? Ben bu toyunu kıldım. Bu eğir jükle kandak sana yükleyeleyim bulam. Dayım akam kılyan basa. Akamın toğra. Kandağı olsa memsine balan bu. Oğlu mu yıkılamdı? Ha? Eğer bu öy satsan lan ben öyle çıktı ben. Dada. Kulkamlar öldürüz bizgi göremse. Dadanın aldı bir halk pul taşlap versen ama yani şu sokmak da yaşaydı. Cesur. Daha gözünüz acaba? Abba! gözüm koymaz könül kanmaz bana arman yürük dünya bana arman yürük dünya bana arman yürük dünya ömür davam yetkeyimiz yükselen yaşaşma yükselen yaşaşma ömür davam yetkeyimiz yükselen yaşaşma inaklık gevheri kaldı kızbamı asraşka inaklık gevheri kaldı şit kızbarma asraşka yandaşlar mı asraşka minnettar bol körgen her bir günündün rencişler dilimdin kapalmasın cay çilger gülnüm tikini birge güzel bu yüzüde dal bulsun o ay çilger gülnüm tikini birge güzel dur yüzüne dal bulsun o ay kısmetler hemmigen okşaşta kıyın özgermez hakikat hayat ve mamut kalbimde memnunluk bulsun barşıge hiç kimge itibar kılmadan hayat kısmetler hemmigen okşaşla kıyın hiç kimge itibar
kılmagan hayat Qanaat baxtdur, baxit qanaat Esingdin ketmisin shu oddiy savol Qismatlar hammaga o'xshashlar qiyin hech kimga e'tibor qilmagan hayot qanoat baxtdur baxit qanoat esingdan ketmasin shu oddiy savol esingdan ketmasin shu oddiy savol